بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثاني والعشرون 22. درس حالات المضارع الثلاث. في المضارع نكي 3 xil ahvol. Endi avval biz fil mudori'ning 3 xil ahvolini tushunishdan ilgari fil mudori'ni bir turlab chiqaylik. Odatda fil mudori fil moziga o'xshash 14 shakl turilinadi. Masalan, 3-shaxs erlik 3, ayollik 3, 6. 2-shaxs erlik 3, ayollik 3, 6. 12 oldu mu? Ondan keyin birinchi shaxs birlik bilan ko'plik bilan bor necha 14. Masalan, sahabaninki fil mudori shakli yazhabu. Buni turlab baqsaq, avval 3-shaxsni turlaymiz. Yazhabu, yazhabani, yazhabuna. Bu erlik birlik, ikkilik ko'plik oldu. Tazhabu, tazhabani, yazhabna. Ayollik birlik, ikkilik ko'plik oldu. Endi ikkinchi shaxs kelaylik. Tazhabu, tazhabani, tazhabuna. Erlik birlik ikkilik ko'plik oldu. Tazhabina, tazhabani, tazhabna. Ayollik birlik ikkilik ko'plik oldu. Birinchi shaxs kelaylik. Azhabu birlik, nazhabu ko'plik. Birinchi shaxsda erlik ayollar farqlanmaydi. Endi mushu hozir turligan holatimiz fil mudori'ninki pastki holati hisoblanadi. Masalan, yazhabudagi past kelganligi, yazhabani nunning aniq kelganligi, yazhabuna deb nunning kelganligi shundaymi? Bu nima holati? Pastki holati. Endi favqulodda fil mudori'ning oldiga zavar qiladigan harflar oxirini yoki sakin qilgan harflar kelib qilib, fil mudori'ni zavar yoki sakin o'qilish to'g'ri kelib qolsa, pash qo'yilganlari nima qiladi? Zavar qiladi yoki sakin o'qiladi. Shundaqo. Oxirisida nun balarining hammasi uni qanday qilib tushib ketadi. Masalan, yazhabani, yazhabundiki nun shundaqo, tazhabandiki nun, tazhabinadiki nunlar tushib ketadi. Ammo ayollar ko'plik nun qanday qilib ketmaydi, tushib ketmaydi. Masalan, oldiga anni qo'yib qo'ysak yoki lanni qo'yib qo'ysak, o'zimiz o'rgangan fil mudori'ni zarar qiladigan omil qaysi? Lan. Oldingi bir dars chiqqanmi lan deb shundaymi? Lan fil mudori'ning oldiga kelib, oxirini zavar qiladi, kelgi zamonni inkor qildi shundaymi? Fil mudori nima qilmoqchi? Zavar. Masalan, turlab boqaylik. Lan yazhabu, lan yazhaba, lan yazhaba, lan yazhabani, lan yazhab. Xato bo'ldi. Lan yazhaba, lan yazhaba, lan yazhabu, lan tazhaba, lan tazhaba, lan yazhabna. Ayollik ko'plik tushib ketmaydi uni. Lan tazhaba, lan tazhaba, lan tazhabu, lan tazhabi, lan tazhaba, lan tazhabna, lan azhaba, lan nazhaba. Mana bu bo'yicha mazvarlik oldi. Endi oldiga lan deb qolsa sakin o'qildi. Biz oldingi dars o'rganganda 21-dars shundami? U bo'yicha turlab baqsaqmi o'xshash. Masalan, pashi qildiganlari sakin o'qildi, oxirida nun valarni nun qanday qildi tushib ketdi. Turlab baqaylik. Lam yazhab, lam yazhaba, lam yazhabu, lam tazhab, lam tazhaba, lam yazhabna, lam tazhab, lam tazhaba, lam tazhabu, lam tazhabi, lam tazhaba, lam tazhabna, lam azhab, lam nazhab. Mana shuni tushunsak, fil mudori'ning 3 holini tushungan bo'lamiz. Masalan, hozir 22 darsimizda mudori'ninki marfu holati, mudori'ning mansub holati, mudori'ning majzum holati 3 harfni biribdi-ku, pastlik, zavarlik va sakinlik holatida shundaqo. Masalan, tizibdi. Hamidun yazhab, tullab yazhabuna, amina tazhab, at-talibat yazhabna deb. Buna qarab baqsaq, pastlik holatida bu pash, yazhabuna nun shundaqo, yazhabu pash, yazhabna ayollik ko'plik. Ana ikkinchi shaxsda tazhabu, tazhabuna, tazhabina, tazhabna gap shundami? Birinchi shaxsda azhabuna, azhabu gap shundami? Ham buni zo'rlik oldiga qarab baqsaq, lan yazhaba, lan yazhabu, lan tazhaba, lan yazhabna. Lan tazhaba, lan tazhabu, lan tazhabi, lan tazhabna, lan azhaba, lan nazhaba. Pashi qildiganlar hamma zo'r qilibdi, nunlar tushib ketibdi, faqat ayollar ko'p nunlar tushib ketgan shundaqo. Sakin o'qigan holatimi shu zo'r o'qigan holatlar o'xshashlar. Lam yazhab, lam yazhabu, lam tazhab, lam yazhabna, lam tazhab, lam tazhabu, lam tazhabi, lam tazhabna, lam azhab, lam nazhab deb pash o'qigan sakin o'qilibdi, ko'plikning nunlari tushib ketibdi, faqat ayollar ko'plikning nuni o'z betida turibdi. Mana shuni tushunib olsak, fil mudori'ning 3 xil holatini tushungan bo'lamiz.